Ekran aldiki barlıq dostlar bayramlar mübarek olsun. Hemimizden mübareklikler dostlar. Rahmet. Bugün şu bizim şirketimizdeki bayramlık bir yığılış faaliyeti. Muş faaliyet münasebeti bilen şu ikra aldıda dostlar bilen bir hemberliğine man dostlarıma mana bayramlıkka quruq tayyorlik qilmadik, oddiy bo'lsin so'rinni tayyorlab, xonbalarni tayyorlab qildik. Oldi bilan men ko'nglimni hammalarga bir berib o'tay. Qanday? Ilyarjon. Muborak bo'lsin uka. Mana qator taqdidlar bo'ldi. Hammalarga taqdid qilaman ekanman o'zim bir-birlar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ajamal muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Şu hamda ko'pchilikka bo'lgan bayramlik bir ozg'ina ko'nglimiz bizningki shirkatimizniki. Shunda bo'lsa oz ko'may qabul qilgaysizlar. Bir yilning yaqin ko'p chapa chekdinglar. Hammalarga ko'p rahmat. Buningdan 5 yil burun men o'zim yolg'iz iyilik tiklash yo'li chigan. Allah bugun kelgan vaqtda mana bizning kollektiv zo'rayib, hozir 60 necha a'zodan tarkib topdik. Şu 5 yıl jarayonida gailerimiz bizga yo'lovchi bo'ldi, gailerimiz bizga dars bo'ldi, gailerimiz bizga ustoz bo'ldi, yo'qotganimiz bo'ldi, erishganimiz bo'ldi. Shundaqla nurg'un mol tajribalarga erishdik, kichikdan cho'ngaydik, oz qo'shindan zo'r qo'shinga aylandik. Men hamda o'zimni mush ko'pchilik bilan mayli qanday o'rinda ishlayotgan xizmatdoshlar bo'lsin, mayli tozaliq ishchilari bo'lsin, mayli boval bo'lsin, mayli deyko ishlaydigan, mayli mashina ilm setim qiladigan bizning xizmatchi xodimlar bo'lsin. Mushunchalar a'zolar men hamroh bo'lib 4-5 yilning yaqin bir iyilik tikish berganligidan men o'zimni intayin baxtlik, omadlik his qilaman. Xizmat jarayonida ko'pchilikningki dilini ranjitib qo'ygan yerim bo'lsa yoki xizmatiga ko'ngil bilamiga yerim bo'lsa, turmushiga ko'ngil beramiga yerim bo'lsa, mush bayram munosabati bilan bir hammalarninki meni kechirishni chin ko'nglimdan o'tinaman. Shuning bilan birga buningdan keyingi bizningki ishlarimizningki texmi ro'naq tepishini mushad o'tgan barliq ko'pchilikninki tenining salomat, turmushininki baxtlik, xushal-xuram, ailesininki baxtlik, inoq bo'lishini, buningdan keyingi kunlarninki texmi yaxshi bo'lishini, bizning ishlarimizningki, shirkatimizningki, buningki taraqqiyotiningki texmi yaxshi bo'lishini chin ko'nglimdan tilayman. Mumkin bo'lsa qo'shinimiz hozir 60 bo'lsa, kelar yil bir 100 ga aylansa, yana bir yilsa bir 200 ga aylansa, deydigan umidda hamda shu tenimiz salomatlan bo'lsa, biz cho'qim texmi terishib, texmi yaxshi mulozimat elib berib, bozorimizni texmi yaxshi taraqqiy qildirib, egiligimizni texmi zo'raytirish uchun hammamiz o'zimizningki bir kichik hissimizni qo'shsak, men terishsam, ko'pchilikni terishsa, ichkiradagi do'stlarmi bizni amay texmi yaxshi qo'llab bersa, rahmat ko'pchilik, rahmat. Bugun bu va'da hamda boshqa ish yo'q. Asosli ish shu. Yeb, ichish, ardoq chiqarish, o'zaro faoliyat qilib, ko'nglimizdagi gaplarni deyishib, bir-birimizniki xizmat jarayonida uqishmasliklar bo'lsa tugitib, inoqlikni, ittifoqlikni texmi oshirishni maqsad qilgan bir so'rin. Shuni ko'pchilikninki tatinmay, ya'ni qanday fikr taklif bo'lsa davomliq berib, ba'zir yeb ichib, bir ko'ngilni ichib bir ardoqni chiqarsa degan umidda bugun va'da xo'jayin, ish xizmatchi munosabati yo'q. Hammamiz do'st, hammamiz urug' tuqqandek. Shunga bir xushal-xuram bir yaxshi bayram o'tkazsak, bir oiladagilaringlarni bir bayramda bir yo'qlaydilar. Ata-onanglarga oldin yaxshi xabar elinglar. Mumkin bo'lsa yosh bolalar shundami ya? Bir bayramni bir o'pta o'tkazib, bir xushal-xuram bir yaxshi kayfiyatda bayram o'tkazib, bir ishlarimizni texnik yaxshi boshlasak qanday? Rahmat ko'pchilik.